Müş 5-ci, 6-cı ay tuğduğan amildar qızlar çoxum İnkas rayoniga tuğut mölçer vaqtlarını yüzüp etkenden keyin bu tuğut yürüşkünü körüp ekanlar sizlarga naqlam özgürdiğen yürüşükten birini çıkarıp ekeldim. Neçə gün bo'lib ketdi, men sizlarga yürüşüklerini çıkarıp emgini, özüm ügünüşlü bo'lib qilib, şoň yürüşüklerini çıkarıp bermey qaldım qızlar. Şoň bugun 40 dal yürüşlük, 4 dal soğuqatlık cemi 44 dal yürüşlükni bahasini tay muvafiq holatda qilib turib ekeldim. Birlikte körüp bakaylı. Men çoxum gönçü qılğan ekan bir talaqsız yürüşüklerini berip tanlajımı soğuqatlıqlarının birli qoşar sep berme. Tuncu bulub göstürgünüm bolsa, tuğup çıqqandan keyin işildiğan bellikimiz, meyli özümüz tuğaylı yoki operatsiya bulaylı, buna bek ehtiyacımız buldu. Operatsiya bo'lsak, shu kunning o'zidan tartiblan belimizning tingib qo'ydi. O'zimiz tug'sak, shu kundan keyin tingib bo'ldi. Tug'diyizga ancha ketadigan dovjiri. Bundan 250 gram chiqdi, jami 4 bo'laq sep qo'ydim. Doktorxona chigandan tatib, balnis karotimizning ostiga soldigan silincha 60 cm 90 cm tug'diyni o'lcham bo'yicha chiqdi. Bundan 1 bo'laq sep qo'ydim. 1 bo'laqning ichidan 4 tal chiqdi. Biz tug'ib bo'lgandan keyin işiltidigan tozliq qog'ozimiz 3 bo'laq deb qo'ydim. Uzun qisqalik o'xshamaydi qizlar. Kelgan qadman miqdori qarta ishlasanglar bo'ldi. Jumayimiz o'xshashlanmish bir markaninki. Tug'ib chiqqandan keyin işiltidigan yo'l qog'ozimiz. Endi ishtiklam tushib, yuvish qulaysiz bo'lib qoldi emasmi qizlar? Shu yo'l qog'ozdan bir quti sep qo'ydim. Bir bo'laqning ichidan 20 tal chiqdi. Tug'ib bo'lib, atisi bizdan qanchalik qon kelganligini o'lchash uchun ishiltidigan eg'irlik o'lchash qog'ozi bir tal o'lchash uskunasi bilan birga chiqdi. Ana shu kuq o'xshash chiqdi juma qizlar. Intayin qulaylik bir xaltaning ichidan bir tal chiqdi. Analarning posmisi tug'ib yetgan vaqt bo'lsin yoki tug'ib mazgilimizda 40imiz ichida yotgan vaqtda bo'lsin, kiyosoq bo'ldi. Intayin yumshoq holatda chiqdi juma qizlar. Agar bek posmi kelmayman degan qizlar ust tarafdan kesib bilan fadani o'rnini taqlasanglar bo'ldi. Rangim shunchalik chiroyli holatda chiqdi. Ham tug'ib jarayoni qancha chiqdi emasmi qizlar? Shunga ma chiroyimizni suzuk jalli holatda chiqdi. Tug'ib bo'lib bizdan sut kelgandan keyin qizlar ish kiyimimiz oson o'ynab ketdi emasmi? Uning ustiga valam isib qoldi. Praktik aldını elish uchun bir qatimliq ish kiyim silinchisi 8 tal chiqdi bir bo'laqning ichidan. Doktorxona chigandan tartiblam ishiltidigan bir qatimliq maton degan bir qopning ichidan 5 tal chiqdi. Endi ma doktorxonaning matonsi ommaviy maton emas, ma tug'utdan keyin badanimiz ajizlaydi. Shunga eng yaxshi yordamchimiz mushujimi qizlar. Bir bo'laqning ichidan 5 tal chiqdi. 5 qizlar qo'shib avilib bordi. Doktorxona ichki kiyimlarimizni yuvish qulaysiz, shunglashqa eng yaxshi paxtiraqdan ishlangan bir qatimliq ichki kiyim bir bo'laqning ichidan 4 tal chiqdi. Yago bilan yoshlarimiz qizlar. Ma yagosining tarkibiga yeshanjon qo'shilgan homildor va imtish mezgildagi onalarning eng yaxshi yordamchisi ham yaqin hamrohi bo'la oladi. Endi ma yoshlarning qilimi intan yumshoq holatda chiqdi. Qiliq qattiq to'zib ketadigan ishlar yuz bermaydi. Hayvonot qiliq qattiq aralashtirilmagan juma qizlar bek ishonchli marka. Doktorxonamizga tayyor qilingan degan xatning ichiga yozilgan Shiguan bir xaltaning ichidan 10 tal chiqdi. Endi tug'ib bo'lgandan keyin ishteklam qopab choy ichib qilmaymiz emas, shu vaqtdan bek qulaylik bo'ldi. Endi sutimizni sig'ib ep qo'ydigan xalta. O'g'iz sutimizning quvvatli ekanligini hammamiz bilamiz emasmi? Ba'zi bu vaqtlar ichib bo'lmay qoldi. Shu sutlarimizni sig'ib ep qo'yib, keyin balimiz 40 ichida yoki 40 dan chiqqanini yozib bersak bo'ldi. Agar sutim unchalar chiqamasdi deb qo'ysanglar, suv ilib, choy ilibchi balni qo'sqi issiq o'tkazib bersanglar bo'ldi. Chuchuk degan vaqtda bek esqatudi bu xalta. Güzel qizlar, endi bu vaqtlarniki o'tib ketmoqchimi? Tuncu bulab köz tutduğunun bolsa bu vaqtlarimizningki tug'up ishirdigan posmisi axrandikidan tayyor qildik. Keynimi tuzalat bo'yicha chiqdi. Bolalarimiz yotgan vaqtda qattiq beshini bearam qilmaydi, siqilmaydi. Bu vaqtlarimizningki tug'up ishirdigan yerim badan kiyimi. Men bu yerim badan kiyimga axranlikdan tavsiya qilyapman emasmi qizlar? Agar sizlarning telefonlar bo'lib qolsa, fonxonsi yoki tanlan saranglarga almashtirib qilib bersak bo'ldi. Endi biz bu vaqtni o'g'il qiziqan bilmaganligimiz uchun mush paxtiraq chiqadigan axranlikidan tayyor qildik. Tug'da chigan vaqtda eng muhim bo'lmaydigan ishchining et badani yo'qki. Ba'zan qizlarning qanday qilira qolatkidan tayyor qilib birang deyotgansizlar. Hozir ham nima paslam almishyotir emasmi qizlar? Ham bolog'imi doktorxonadagi doktorlarim qulaysiz bo'lib qoldi. Shuning uchun nipizrak holatga 85 cm holatga chiqadigandan tayyor qilsanglar bo'ldi juma qizlar. Bundan birini tayyor qilib qo'ydik. Endi tishning yo'qiga men shu daqiraq chiqadigandan tayyor qildim. Endi ba'zida cho'nglar tikib berdik emasmi bizga tunji tug'utimiz bo'lgandan. Shunga mavdaqli holatda atsi jug'an vaqtda lungini o'rnida ishlasak bo'ldi. Bu 90 cm holat bo'yicha chiqdi. Balni 5-yuzgan yerlardan tatib, shu balni belini chigadigan yerchamnikamiz chiqdi. 6 qavat taqining kejimi. Rang bermagan taqa qizlar
qat'iy balalarımızga ziyansız, balının bevosita badaniga tegadigan narsaga cho'qim eng yaxshisini tanlamasanglar bo'lmaydi. Buvoqlarimizning tug'do'yiga bergan MB nomerlik sakkisi 2 tal chiqadi, 1 tal tug'do'yiga bersizlar, 1 tal tug'do'yidan chiqqanini yoz almashtirasanglar bo'ldi. Buvoqlarimizningki eg'izlarini, kasrini aytadigan yo'l qog'oz. Buningdan 3 bo'loq tayyor qilib qo'ydik. Buvoqlarimizningki yo'l va quruq holat bo'yicha ishlatadigan paxta qog'ozi chavitilgandan keyin balaning yuz ko'zlarini, kasrini aytib ishlasanglar bo'ldi. Bu bak qolaylik. Buvoqlarimizningki qaypiqi, buvoqlarimizningki at jug'an vaqt ishlatilgan kindik chapliqi bir qopning ichidan 10 tal chiqadi qizlar. Boyamni yaz ko'rsatgan kiyim-kechaklarni, yo'gaklarni juysunlab to'pindan ikkin sap qo'ydim. Birsida kiyim-kechaklarni, yana birsida uyda ishlatilgan zaklarni juysanlab bo'ldi. Balalarningki tartini chiqarish rolini bek yaxshi jumoyli qo'pqat taratlarni qildamas, shuningdek zakis qat'iy dog' qo'ymagan avvallar. Dog' qo'ymagan holatdan ayt pakiz chiqardi jumo qizlar. Endi 3 tal qo'l yog'i sap qo'ydim buningda. Birsida balalarimizning kasini aysaq, yana birisi yuz ko'zlarini aysaq, birisi biz emtishdan burun aytib ishlasak bo'ldi. Endi bamizniki yon tarafchi bunda xit yizig'lar qizlar almashib ketib qolmaydi. Shunlashqa buningdan 3 tal tayyor qo'ydim. Buningga cho'qim ehtiyojimiz tushdi. Buvoqlarimiz yotish jarayonida imib bo'lib yotqizgan vaqtimizda qusidigan ishlar yuz berdi emasmi qizlar? Shunlashqa yotgan tarafga 5 dan asta qo'yib qo'ysin deb yostiq lo'ngisidan birini sap qo'ydim. Yotgan yerim pakizroq turdi, ham yo'l bo'lib ketmaydi. Qusib o'lchamlik iliblam juyvasanlar bo'lgan ekan. Sizlarga bak qulaylik bo'ladi. Endi buvoqlarimizningki 200 tal chiqadigan menchiyansi. Burunlarini, quloqlarini adalgan vaqtlarda bek esqatadi. Bir tarafi jumla, bir tarafi yapılag'roq holat bo'yicha chiqadi. Buvoqlarimizningki choy uchiradigan qo'shiqi. Endi ba'zan buvoqlarimiz so'skini eg'iziga olmaydi emasmi? Shunlashqa qo'shiqdan bir tal sap qo'ydim. Mavu buvoqlarimizningki bizdan sutga yechamlik aralıqda choy uchiradigan suv butilkasi. Hammizningki 5 mg sandan tatib chiqadi. Qizlar 120 ml chiqadi. Ma uchun shunchalik yumshoq holati chiqadi. Tutquchsin holati chiqadi. O'g'il qiziqim bilmaganligimiz uchun o'xshashlam oxirligidan tayyor qilib berdik. Bu intayin qulaylik holati chiqadi. Damaliq 3 oylik bo'g'ichamlik gap yo'q ishlatalaysizlar. Buvoqlarimizni at jug'an vaqtda doktorxonadan chachbadan sopini beranglar deydimizmi? Shu vaqtda berdiganga chachbadan sopini bir qutisini qo'ysanglar deganlikim 6-7 oy gap yo'q ishlatalaysizlar. Yana buvoqlarimizdan tatib eng mos keldigandan tayyor qilib berdik. Buvoqlarimizning ko'ziga chiqib ketgan vaqtim qat'iy bearam qilmaydi. Buvoqlarimizningki qurg'oq qupsi balalarimiz qat'iy aks ta'siri yo'q holatdan tayyor qildik. Agar sizlarning ehtiyojinglar bo'lib qolsa, yo'l bularni almashtirib qilsak bo'ldi jimo qizlar. Mana qizlar mishning hammani 40 tal yurishgan sizlar ko'z tutib bo'ldim. Hamma sizlarga eng ishlaydigan, eng ehtiyojli mahsulotlar. Shuni hammani somkasiga sap turib, bilalarni mandirib berma. Endi meni qo'yinib qilgan mish filmim bir tal yaxsiz yurgan berib aytgan qizlar so'g'at qilgan 4 tal so'g'atlikni ko'z tutib. Birinchisi bir jup chiqadigan emizga rangi almashib turib bordi qizlar. Shunchalik yumshoq holat bo'yicha chiqdi. 0 aydan tatib balalarimizningki emishig'imiz keldi. Buni tarafni to'samisin deb egmashrak holatda chiqdi jumo qizlar. Endi buvoqlarimizningki at jug'an vaqtda bir qur yangi ishdan bilan mayka deyapmizmi? Endi urug' tuqqanlarimizmi ishdan mayka keldi. Uning uchamlik arliqda deb men uningdan birini tayyor qildim. Uning oxirlikdan so'g'at qildim jumo qizlar. Raxtim shunchalik yumshoq holat chiqdi. Ana zak almashtirishim va qulaylik uch holat bo'yicha chiqdi qizlar. Endi buvoqlarimizning jug'andan keyin balalarımızdan meydiz şamaldab qalarmı deb ansiraymiz emasmi qizlar? Mana uning bir tal majani so'g'at qilib keldi. Ichi tarafmi qo'sh esdalik holat bo'yicha chiqdi jumo qizlar. Balamizdan meydisini issiq holat turdi. Mana 4-chi so'g'atliqim bo'lsa qizlar analarningki fadaysi. Boyama filsaralik posmini ko'rsatdim emasmi qizlar? Agar posm kiyamaydim degan qizlar boyam deganda kesasanlar bo'ldi bo'lmasa yana bir tal fadaynim so'g'at qildim. Ikkisini almashtirib turib 40 minglardan chiqarsanlar bo'ldi qizlar. Bugungi bu chiqargan yurishlarimni yoqtirdinglarmi? Yoqtirgan bo'lsanglar, atrofinglardagi hamildor qizlarga cho'qim men bahrlab qo'yish unutmanglar. Qulonlar jami 40 tal yurishlik, 4 tal so'g'atlik bordi. Qizlar 44 tal yurishlik. Agar Qashqar shahar ichidagi qizlar bo'lib qolsanglar, do'konga kelib setvasanlar bo'ldi. Boshqa noy shaharlarga butun kirani o'zimiz ko'tarib turib, mallarni vaqt-vaqtida sap beramiz. Qizlar ichkirlarga normal holatda mal solamiz juma. Agar ehtiyojinglar bo'lib qolsa, bir talaqsiz jirkanlarni berib, ayrimxonada meni izlash unutmanglar. Tut malcharoqdan inkasrayni qoldirib qo'yinglar qizlar. Sizlarga eng ehtiyojli mahsulotlarni chiqarib berma. Bunaqa yangiliklarga kirishlik xayr xo'sh.